Всем hammaga salom bolalar. Bugun sizlar bilan Rekuber. Biz bugun qanaqa video olishimizni ham bilmaymiz. Va qana aylanaylikchi. Kimlar bor, nima qilishyapti? Ko'ramiz. Salom Rekuber. Assalomu alaykum Ahmad aka. Nima gaplar? Sen eshitdingmi? Bizni qishloq aholilari yo'qolib qoldi. Sen ularni topib kelishing kerak. Ahmad aka, men qishloq aholini qayerdan topaman? Menda ularni na qayerdaligini bilaman, na menda xarita bor. Sen orqaga qarab to'g'ri yursang, ularni topib olasan. Va ularni qutqar, tezroq bo'l. Qani bolalar, sekin qishloq aholini qutqargan ketamiz. Lekin men Ahmad akani gaplariga umuman tushunmadim. Chunki to'g'rida bashni ko'rinyapti, balkim o'shadir. Ana qishloq aholilariga ham nima bor? Tinchgina qishloqda yursa bo'lmaydimi? Boshga balo orttirib. Qani qutqaraylikchi, bir gap bo'lar. Bolalar, mana biz binoga yetib keldik va biz hozir qishloq aholilarini qutqaramiz. Qishloq aholilari, meni kutinglar va men boraman. Bolalar, iltimos, shuncha mehnatimiz ketayapti bu videoga. Shuncha vaqtimiz ketayapti shuning uchun. Iltimos bolalar, bitta-bittadan obuna bo'lib qo'yinglar va like bosinglar bolalar. Biz shu yil bolalar 100 ta bo'lmoqchimiz. Eng katta niyatim shu. Shunga erishsam, lekin zo'r bo'lardi. Oho, to'rlarni juda ko'p qo'yib tashabdi, kim yasagan bo'lsa ham. Qo'li dard ko'rmasin ishqilib. Va biz baribir bu to'sqinlik qila olmaydi bizga. Biz qishloq aholilarini qutqaramiz. Bu bizning vazifamiz, aziz do'stlar. Cho'za bilinchik do'stlar, bu juda ham harakatimizni sekinlashtiryapti. Lekin buni qilich yordamida kesib bo'lmayapti bu to'rlarda. Nima qilsam bo'ladi? O'ylash kerak. Aytgancha menda kirka bor-ku. Kirkada qilsam bo'ladi. Good job bolalar, biz topshiriqdan o'tdik va biz ikkinchi qavatga, ya'ni yana topshiriq bormi, shuni ko'ramiz. Bo'lmasa qishloq aholilarini qutqaramiz. Ularga yordam kerak, ular yordamga muhtoj. Va men 3-qavatga chiqdim, menga hech narsa ko'rmadi. Men burilishim kerak ekan qishloq aholilarini ko'rish uchun. Men ularni qutqarish uchun qo'limdan kelgan narsani qilaman va men ularni qutqaraman degan umiddaman. Umidlarim katta juda ham. Qani qilich bilan urinib ko'raman. Qilich bilan juda ham qiyin ekan. 1 soatdan beri qilich bilan harakat qilyapman, lekin o'xshamayapti. Nimadan foydalansam bo'ladi? Kirkadan foydalanaman yana. Yana qanday variant bo'lishi mumkin? Kirka. Qishloq aholilari bundan juda ham xursand ko'rinishmayapti, lekin juda ham xursand ko'rinishmayapti. Hammaylar zato omon qolishdi. Bu magmalar portlashi mumkin edi. Men ularni qutqarib oldim. Bular menga rahmat aytishib. Bu qishloq aholilariga ular gapirishni bilishmaydi. Shuning uchun ular rahmat aytdi deb hisoblayveramiz. Bolalar, sizlarga rahmat, lekin men bu ishimni Ahmad akamga maqtanishim kerak. Hozir Ahmad akamga bu ishni aytib beraman va maqtanib kelaman Ahmad akamga. Qishloqda yaxshi o'rin egallayman. Bolalar, endi sekin Ahmad akam uyiga boramiz va Ahmad akani eshigini taqlatamiz. Ahmad aka, Ahmad aka. Ahmad aka, Ahmad boy aka. Uxlayotibdilar mana. Mog'or bosib uxlayotibdilar. Ahmad aka, men qishloq aholilarini qutqardim. Bora uyquni belaga debding. Uxlayotgandim. Bora yo'qol. Yaxshi bo'pti qutqargan bo'lsang. Bolalar, video shu joyda tugadi.
Chunki Ahmad akam uxlayaptilar. Yoqmayapti Ahmad akamning keyingi videolar nima haqida bo'lsin kommentariyaga yozib qoldiring o'z fikringizni. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.